Kuzatuvchilarimiz, mana mushularimizga ahamiyat beringlar. Toza, sifatli mushular. Mana bemalol xudo xohlasa bular ovqatlarga kirdi. Ranglariga bitta ahamiyat beringlar mana. Britanskiy shinchilla bilan shotlandskiy vislouxini bollari. Mana. Bunaqa ranglisi bor bitta. Bitta mana qo'polonchimiz bor. Mana lilloviy rangimiz deydi-ku, mana quloqlari oyisiga o'xshagan, oyisining qulog'i shunaqa mana. Bitta ko'rasizlar. Xo'p, keyin bitta mana rangli mushugimiz bor. Chorniy zolota deydi-ku. Mana bu rangli mushuklarimiz bor. Bu mushuk emas, bu ayuni bollari. O'zimda qarasanglar, ayuni bollari hisoblanadi bular. Mana kallalardan ko'rsanglar bo'ladi mana. Ayuni bollari. Kimga shunaqa toza zotli mushuklar kerak bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilinglar. Narxlarga keladigan bo'lsa, bu mushukni $200 dan so'raymiz, o't beramiz lekin. Ya'ni o'tib beramiz, xudo xolisa. 3 ta bor shu mushukdan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar.